Bir qo'limda onaman, bir qo'limda ayolim. Shu qiliqmen. Shu Gulini puliga 1 kilo go'sht olib kelsang, qavurib yerdik, hammani og'zi tegardi. Hozir bu Guling so'laydi, ana borda ana qo'yga berasan keyin. Qizilcha qilib yerdik, mazza qilib shu Gulni puliga. Dada ketdik, taksi gaplashsin. Men bormayman. Nimaga? Shu taksini puliga 1/2 kilo dumba olsang, bir qillatib mantiq qilardik. Hey, 1 soatdan keyin tuvat huzurini ko'rasiz dummangizda. Avtobusda boramiz. Qolgan puliga dumba olamiz, piyozcha bilan o'zir ketadi. Qaching? Sadaqa manga, o'zing dumbang yo'q, yana aniq qilasan. Dumba yaxshi-da, dumbaga ukol qilyapti odamlar. Hey, o'g'lim, shaharga bir kelib qopsiz, konsertga bilet topib kiraylik. Konsertga balo bormi? Uni puliga bitta qul olsak bo'lmaydimi? Endi go'shtni mazza qilib yerdik. Bu konsertning yotubiga chiqadi, tekinga ko'ramiz. Yur. Kelin, aptekadan nima dori olding? Haligi toksikoziga dori oluvdim. O'ldiribsiz. Shu dorini puliga 1 kilo jigar bilan charva olib qovursak, ana immunitetni ko'tarardi. Biz ham toksikoz edik, biz ham yer edik. Qornim ochidi demoqchi edim. Kulmang, astag'firulloh. Bugun seni kuning sevgilim. Nima qilyapsizlar, nima qilig'ingda bo'yin? Kuning sevgilim. Nima qilganinlaring? Sizni sevaman, dada. Senmayol. Nima bu? Nima shuncha xarajat, shuncha pulni o'rniga? Hey dada, shoshmang. Tug'ilgan kuningizga Aziya Luxdan Turkiyaga sayohatga tur oldim. Oilaviy borib kelamiz. Joninglar bolam, shuni puliga bitta buqa olib, mazza qilib so'yib yesak bo'lmasmidi? Bo'ldi-da, dada. Qachongacha buqa olaylik, go'sht yeymiz deb umrimiz o'tib ketadi. O'zimiz uchun ham yashaylik. Men bu biletlarni ranni pranirvoronni qilib olganman. Nimalar bilan bilishimni? Erta bron qilish degani. 31-martgacha Turkiyaning Antaliya, Alaniya, Bodrum shaharlariga 50% sketkada tur sotishyapti. Keyin narxlar ko'tarilib ketadi. Eng zo'ri havo yo'llarida uchasiz. Malades, zo'r ish qilsam bo'lam. Qolgan 50% yoningda qoldimi? Mana yonimda turibdi. Shu pulga bitta qo'chqorni olib, Antaliyaga borib so'yib, shariklaridan olib. Go'shtdan deymas ekansiz, bitta zo'r chiqadi lekin. Oppa! Jinnilar. Oppa! Ayolmizmi? Ha. Ketdi. Oppa! Yo'q. Oppa! 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 Uzr aka. Hozir yomon bo'ladi. O'tgan bo'lsa yaxshi bo'pti. Lekin orqaga qayta olmaymiz. Xosiyati yomon bo'ladi. O'tir. Voy. Yo ha. Voy. Yo ha. Voy, qayoqqa? Tillalarim uyda qolib ketibdi-yu. Orqaga qaytsak xosiyati yomon bo'lmasmidi? Irim qilma. Meni tillalarim uyda qolib ketibdi, hech narsa qilmaydi. Lekin xosiyati yomon qilyapsiz, oyi. Oltin qanot. Shular Oyi. Uyni gazini o'chirmasdan chiqibman. Orqaga qaytaylik. To'xta. Orqaga qaytib bo'lmaydi. Uni xosiyati yomon bo'ladi. Hayda. Tinchlikmi? Oyi, uyimiz yonyapti ekan. Orqaga qaytamizmi? Yo'q. Xosiyati yomon bo'ladi. Hayda. Oyi, bu qo'shnikiga ham o'tibdi. Qo'shni ham uy yonyapti. Orqaga qaytmaymiz, xosiyati yomon.